Har yili mamlakatimizda yuzlab yo'l transport hodisalari qayd etiladi. Ular orasida eng og'ir oqibatlarga olib kelayotgani piyodalar ishtirokidagi holatlardir. Bu esa yo'l harakatida nafaqat haydovchi, balki piyodaning ham mas'uliyati qanday ulkan ekanini yana bir bor eslatadi. Hayot insonga bir marta beriladi. Navoiy viloyati hududida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash hamda fuqarolarning harakatlanish madaniyatini oshirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq shunga qaramasdan inson omili bilan sodir bo'layotgan ko'ngilsizliklar afsuski kun ora uchrab turibdi. Zarafshon shahri misolida so'zimizni davom ettiradigan bo'lsak, tahlillarga ko'ra joriy yilda ushbu hududda 8 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Voqealarda 1 nafar fuqaro vafot etgan, 7 nafar fuqaro tan jarohati olib kasalxonalarga yotqizilgan. Avtohalokatlarning asosiy qismi piyoda va velosipedchini urib yuborish hamda to'qnashuvlarga to'g'ri keladi. Yuqoridagi kabi salbiy holatlarni barvaqt oldini olish maqsadida shahar ko'chalari bo'ylab targ'ibot avtokarvoni harakatlanib o'tdi. Fuqarolar gavjum joylar, bozorlar, bekat hamda haydovchilar ko'p to'planadigan joylarda profilaktik suhbatlar amalga oshirildi. Tezlik me'yoriy qoidalarga amal qilmaslik, qarama-qarshi harakatlanish, piyodalarga yo'l bermaslik, e'tiborsizlik va ehtiyotsizlikning ayanchli oqibati shunday tugayotganligi doim yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlari uqtirildi. Targ'ibot tadbirlari Navoiy kon metallurgiya kombinati markaziy kon boshqarmasiga qarashli 9-sonli avtobazada davom ettirildi. Barcha haydovchilar ogohlikka chaqirilib, yangi qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, xabar va yangiliklar bilan tanishtirildi. Transport vositalarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazish, yo'lovchilarni manzillariga xavfsiz yetkazib borishlar haqida bir qancha tavsiyalar berildi. Keyingi yillarda go'zal qiyofa kasb etayotgan Zarafshon shahrida yo'l infratuzilmasini yaxshilash, harakat ishtirokchilariga munosib shart-sharoitlar yaratish yuzasidan ham bir qancha ishlar amalga oshirildi. Harakat ishtirokchilari, piyodalar hamda velosiped boshqaruvchilarga munosib shart-sharoit yaratish maqsadida 1 km 200 masofaga piyodalar uchun yo'lak hamda 800 metr masofaga veloyo'lak tashkil etildi. Zarur joylarga yo'l belgilari o'rnatilib, yo'l yotiq chiziqlari chizildi. Bolalar hamda piyodalar ishtirokidagi ko'ngilsizliklarni oldini olish maqsadida deyarli barcha umumta'lim maktablari yoniga qavarli piyodalar o'tish joylari tashkil etildi. Xavfsiz hudud dasturi doirasida shahar hududidagi 21 ta chorrahada davlat raqam belgilarini aniqlovchi hamda yuz qiyofasini aniqlovchi kuzatuv kameralari o'rnatildi. Bu orqali hududda sodir etilayotgan huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, harakat xavfsizligi ta'minlanmoqda. Fuqarolarning xavfsiz harakatlanishini tashkil etish, hududda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar e'tirofga loyiq, ammo barcha birdek yo'l mas'uliyatini his etmog'i, belgilangan tartib qoidalariga amal qilmog'i lozim.